Xodif akademik kun savol loyihasi 19-kun. Birinchi savolimiz: tenglamani haqiqiy yechimlari yig'indisini toping. Xo'p, bu holatda bu ko'rinishda tenglama yechimga ega emasdi, ya'ni yechish juda murakkab bo'lib ketadigandek ko'rinadi, lekin shaklni almashtirib olsak osonroq ko'rinishga kelar ekan demak. X plus 2 u x plus 3 ga ajratamiz. X minus 4 u x minus 5 ga ajratamiz. Teng 4. Endi 44. Xo'p, qaysi ikkitasini ko'paytirsak o'zaro ma'lum bir o'xshash hadga keladi. X plus 3 bilan x minus 5 ni ko'paytirsak x kvadrat minusdan 2x lik had hosil bo'ladi. Endi x minus 4 bilan x plus 2 ni ko'paytirsak x kvadrat minusdan 2x lik had hosil bo'ladi. Biz shundan foydalanamiz demak. Hop, x kvadrat minusdan 2x minus 8 x kvadrat minusdan 2x minus 15 teng 44. Hop, 44 ni ham ko'paytiruvchiga ajratib olsak 4 ko'paytirilgan 11 ga keladi. Hop, demak x kvadrat minusdan 2x minus 4 minusdan 4 x kvadrat minusdan 2x minus 4 minus 11 teng bo'lar ekan 4 ko'paytirilgan 11 ga. Agar mana bu ifodamizni biz t deb belgilab olsak, osonroq ko'rinishda yechsak bo'ladi. T minus 4 u t minus 11 teng bo'lar ekan 44 ga. Ochib chiqsak t kvadrat minusdan 15 t teng 0 ga. Demak, bu yerda t teng 0, t teng 15 tengliklar hosil bo'ladi. T ni o'rniga borib qo'ysak x kvadrat minusdan 2x minus 4 teng 0. Diskriminant 0 dan katta bo'lganligi uchun x1 qo'shilgan x2 miz 2 ga teng. Ya'ni ikkita haqiqiy yechim yig'indisini shu topib bo'ldik. Demak, x kvadrat minusdan 2x minus 4 teng 15 desak, x kvadrat minus 2x minus 19 teng 0 ga keladi. Bunda ham diskriminant 0 dan katta bo'lganligi uchun x3 va x4 yig'indisi 2 ga teng bo'ladi. Bizdan x1, x2, x3 va x4 haqiqiy yechim bo'lsa, yig'indisini top deganingda 2 qo'shilgan 2 bo'lib 4 deb berar ekan demak. 86. Chumoli tomonlari 7, 6, 6 bo'lgan parallelepiped sirti bo'ylab chizmadagi kabi harakatlansa, uni bosib o'tadigan eng qisqa masofasini toping. Xo'p, bu yerda parallelepiped shaklini mana shu yerdan qirqamiz. Ochilgan variantini mana bu yerdan chizib olamiz demak. Xuddi korobkani qirqib ochgandek qilib ochamiz buni ham. Eng qisqa masofani topishimiz uchun hop, birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim, uchinchi va to'rtinchi bo'lim demak. Nima uchun 4 ajratganimizda ham hozir ko'ramiz demak. Hop, mana bu yerni A1 desam, A2, A3, A4 ga keladi. Qaytib mana bu yerga o'tganligi uchun bu joyini o'zini A5 ham deb belgilab olaman. A1 bilan A5 ustma-ust tushadi. Nuqtalarni qo'ysak, ochgandan keyin A1, A2, A3, A4, A5 ga keladi. Uzunligini yozsak 7. Hop, buni uzunligi 6, 6, 6, 6 dan to'g'ri kelganligi uchun 4 ta 6 miz mos ravishda mana shu yerga o'tib qoladi. Bizdan eng qisqa masofasini so'ragan edi. Bu to'g'ri burchakli uchburchakka kelganligi uchun eng qisqa masofa gipotenuza bo'ladi. Bu Pifagor teoremasidan topsa bo'ladigan holatga keldi demak. So'ralgan ifodamiz ilzosida 7 ni kvadrat qo'shilgan 24 ni kvadrati bo'lib 25 ni beradi. Sekatga to'g'ri kelar ekan demak. Keyingi misolimiz. Hisoblang. Hop, aniq integralda hisoblashimiz kerak. Bu yerda xo'sh, ochib chiqishdan ko'ra o'zgaruvchini almashtirish qulayroq bo'ladi demak bizda. Shu integralda o'zini i deb belgilab olamiz. I, a farqi yo'q. Xohlagan ifoda bilan belgilasak bo'ladi. Aksariyat holatda i deb belgilanadi. O'zgaruvchini almashtirsak, x o'rniga pi taqsim 2 minusdan t degan ifodani qo'yib olamiz. Bundan dt ni qiymatini topsak, dx ni qiymatini topsak, ikkita taraf differensiallansa minus dt hosil bo'ladi. Demak, belgilash joyiga qaytaramiz. Biz hozir x ni o'rniga qo'yamiz. Demak, mana shu integral pastga ham o'tib qoladi, ya'ni qiymati o'zgarmaydi. Teng bo'lar ekan integral ana endi t deb qo'yganimiz uchun o'rni almashtirsak, hop, x o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, 0 bo'lishi uchun aniqrog'i pi taqsim 2 bo'ladi pastki qismi. T ni o'rniga agar pi taqsim 2 ni qo'ysak 0 chiqadi. Ikkinchi holatda pi taqsim 2 bo'lishi uchun t ni o'rniga 0 qo'yishimiz kerak. Demak, ilzosida sinus x ni o'rniga pi taqsim 2 minusdan t qo'yamiz. Taqsim. Ilzosida sinus pi taqsim 2 minus t, ilzosida kosinus pi taqsim 2 minus t. dt qo'yishimizdan oldin mana dx ta o'rniga o'zgaruvchini almashtirganimizdan keyin nima hosil bo'lishini ko'ramiz. Demak, minus dt hosil bo'lar ekan. Demak, bu ham teng bo'ladi.
Xo'p, manfiy ishorani oldinga o'tkazib qo'ysam, minus integral pi taqsim 2 dan 0 gacha. Xo'p, sinusimiz pi taqsim 2 minus t bo'lganligi uchun kosinus t bo'lib qoladi ildiz ostida. Taqsim ildiz ostida kosinus t qo'shilgan ildiz ostida sinus t dt ga keldi. Xo'p, manfiy ishorani yo'qotishimiz uchun mana bu ikkita chegara o'zaro o'rnalmashi kerak. O'rnalmashib qolsa, demak ishora o'zgarardi. Shundan foydalanamiz. 0 dan pi taqsim 2 gacha dedik. Endi t ni o'rniga shunchaki x qo'yib yuborsak bo'ladi. Sababi boshqa o'zgaruvchi kelmayapti bu yerda. Shunchaki t emas, x deb yozib ketsak ham hech qanaqa qiymatga o'zgarish hosil qilmaydi bu. Demak, ildiz ostida kosinus x taqsim ildiz ostida kosinus x plus ildiz ostida sinus x dx hosil bo'ldi demak. Bu yerda t teng x belgilash oldik yoki almashtirish oldik desak ham bo'ladi. Xo'p, i ni qiymati bir marta bunga teng bo'ldi, i ni qiymati bir marta bunga teng bo'ldi. Ikkalasini qo'shib yuborsam, demak i qo'shilgan i'miz teng bo'lar ekan integral 0 dan pi taqsim 2 oraliqgacha. Birinchisi demak ildiz ostida sinus x taqsim sinus x plus kosinus x dx. Ikkinchisi 0 dan pi taqsim 2 gacha ildiz ostida kosinus x taqsim ildiz ostida kosinus x plus ildiz ostida sinus x. Mahrajlari bir xil, suratlarini qo'shsak, bu yerda mahraj hosil bo'lganligi uchun demak integral 0 dan pi taqsim 2 gacha 1 ko'paytirilgan dx hosil bo'ladi. Buni integralini topsak, x ni hisoblaymiz. Pi taqsim 2 dan 0 gacha. Aniq integral bo'lganligi uchun esa qo'shilmaydi. Demak, pi taqsim 2 minus 0 bo'lib, javob pi taqsim 2 chiqar ekan. Xo'p, bu yerda mana bu oldida 2i hosil bo'ldi. Demak, 2i ni qiymati pi taqsim 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, i ni qiymati pi taqsim 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, umumiy integralimizda, ya'ni bizdan so'ralgan integral javobi pi taqsim 4 ga to'g'ri keladi. Shu bilan yechimimiz o'z yakuniga yetdi.